Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana maxsus chaqiruvga asosan bu xo'jalikka keldik. Bu yerda mana juda ham chiroyli arasham qo'y, e'tibor bersak, bu hali standartlarga to'g'ri keladigan deydi, ya'ni quloqlari yuzini yopadigan darajada. Bu yerdagi asosiy muammo bu oyoqda, ya'ni oyoq singan. Oyoq tizzadan pastda asosiy suyagi cho't ikkiga uzilib ketgan. Mana agar e'tibor bersak, mana shu holatda ko'rishimiz mumkin. Bu voqeaga где-то bir 24 soat atrofida vaqt bo'lgan, ya'ni bir sutkadan ko'proq vaqt bo'lgan, o'sha shishni ham boshlagan. Endi chiqmagan jondan umid, biz harakat qilib ko'ramiz. Sababi biz veterinarmiz, bizning maqsadimiz, vazifamiz veterinariya xizmatini ko'rsatish, ya'ni yordam ko'rsatish. Shuning uchun harakat qilib ko'ramiz. Mana hozir hayvon egalariga ham aytdik. Biz qo'limizdan kelganini qilamiz. U yog'i shifo Allohdan. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadigan umiddamiz. Buning uchun nimalar qilamiz? Biz junini yaxshilab ochamiz bu yerda. Kafein benzoat natriy qilamiz. Buni yurak qon tomirlarini tinchlantirish, stressdan chiqarish uchun hamda davomiy hozir bitta ajoyib preparat ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Mana kafein benzoat natriy bu. Keyingi vitaminimiz bu 3 kompleksi, ya'ni D, A, E vitamini. Buni asosiy bizga kerak bo'ladigani hozir bundagi D3, ya'ni kalsiyni kerak bo'ladi, kalsiy. Buni qilinish tartibi hozir 2 ml bundan yuboramiz. Bu tinchlantirish uchun yurak qon tomirlarida hamda bundan 0,5 ml bo'yin teri ostiga har hafta, ya'ni 7 kun oralatib jami 5 martagacha qilamiz, to o'sha oyog'i yaxshi bitguncha. Hozir jarayonda kuzatishda davom etamiz. Buning uchun biz maxsus mashinka yordamida junlardan tozalab olamiz, chunki bu yerda hozir gips bilan ishlaymiz. Shuning uchun jun qolmasligi kerak bo'ladi bu yerda. Bismillah. Ya bo'ldi. Mana sal yaqinroq keling. Mana yaxshilab e'tibor bersak, mana shu joydan cho't singan. Singan holatda ham mana bunaqasi ko'ndalanga singan. Ya'ni oddiy to'g'ri sinishmasdan chaqmoq ko'rinishda singan. Shuni hozir astalik bilan joyiga keltiramizda hamda taxtakash o'rnatamiz. Ya'ni taxtakash asos vazifasini bajaradi. Asosiy past qisuvchi bo'g'im bu yoqdan bo'ladi hamda tepa yuqori bu tarafdan bo'ladi. Imkoniyatga qarab buni bir marta aylantirishimiz kerak, sababi yaxshiroq ushlab turish uchun. Lekin eng asos bu taxtakash bo'ladi. Taxtakash qo'ymasak hozir bu yerda bo'lmaydi. Mana har doimgidek sterilni toza yangi одноразовый shpritslar hamda kafein benzoat natriy. Kafein benzoat natriy bu yurak qon tomirlarini faoliyatini muvofiqlashtirib turadi. Buni yaxshilab qo'lda tana haroratiga yaqinlashtirib olamizda hamda 2 ml yuboramiz. 2 ml bo'yin teri ostiga yuboramiz. Bismillah. Hurmatli kuzatuvchilar, mana oddiy yashu taxta deymiz. Xuddi shunaqa narsa kerak. Bu asos uchun kerak, ya'ni singan joyda bu yerda qattiq mahkam ushlab turish kerak bo'ladi. Buni oddiy dala sharoitida tayyorlasak ham bo'ladi. Ya'ni oddiy yashu taxtani nisbatan qisqartiramiz. Hamda ichki, mana bu ichki tarafi tekis bo'lishi kerak va buni pichoq bilan yo'namiz. Sababi oyoqda mahkam yopishganda, ya'ni o'sha gips qilish jarayonida tirnamaslik kerak. Eng asosiy e'tiborni ham qirralarga beramiz. Chunki bular o'sha muskul to'qimalarda, ya'ni gipsni ichida turgan paytida namiqib yirtmasligi uchun, ya'ni jarohat yetkazmasligi uchun yo'namiz buni. Mana hozir tayyorlab oldik hamda shu tayyorlaganimizni mana bir qator tekshirib ko'ramiz. Mana shu holatda, ya'ni to'g'ri suyakni ustiga qo'yib, suyakni aniq bunga tekis qilib olishga ishonch hosil qilish kerak-da, undan keyin gipsdan foydalanish kerak bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, mana bu tayyor gips. Buni oldingi videolarda ham ko'rsatganmiz. Ya'ni bunaqa gipslar yo'q bo'ladigan bo'lsa, oddiy mahalliy usulda bintlar bilan albastadan tayyorlashni ko'rsatganmiz.
Bu hozir lekin vaqt kamligi uchun tayyor gips ola qoldik. Lekin mahalliy usulda oddiy o'sha tayyorlangan gipslardan foydalansak ham bo'ladi. Mana buni ko'rinishi mana shu holatda. Buni biz yaxshilab hozir joylashtiramiz. Hamda ustiga ozgina sovuq suv urib, buni tayyorlagandan keyin sovuq suv urilsa, bu o'zi avtomatik qotadi. Qani aka? Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Ilhom aka, mana oyoq to'g'ri turibdimi? Ha. Mana. Siz buni suyakni yaxshilab ushlang. Tepani yaxshilab ushlab turingda. Siz buni hozir men sizga aytaman, o'shanga qarab tortasan, Ilhom aka. O'zimga tortamanmi? Ha, siz asosda ushlab turing. Hop, siz bu yoqda ushlang. Vaqtni men o'zim eplayman. Siz sal buking Ilhom aka, ichkariga oyoqni sal ashuni ushlab turing. Sal qaytaring oyoqni. Tortmang. Ha, bo'ldi, ashuni ushlab. Aka, siz qo'lingizni ushlab turasiz. Endi mana shu joyga bint qo'yib ketyapmiz. Buni sababi zaruratga qarab tepadan o'tkazib qo'yamiz, ha? Mana qaytarib qo'yamiz. Chunki bu ilmoq bo'lishi kerak edi. Xo'p, paqirda suvni bering-da. Buni suvlashimizdan maqsad bu suvlanganda suv bilan reaksiyaga kirib yaxshi qotadi. Fen bor. Fen bor. Men oyoqni ushlab turaman. Siz ehtiyotkorlik bilan shuni qo'yib ko'tarasiz, mana shu yerdan o'tkazib berasiz. Bo'ladi. Ha. Mana shu yerdan qayerdandir bog'lab qo'ysak bo'laveradi. Faqat bu oyoqni osiltirib olmaslik uchun. Mana hurmatli kuzatuvchilar, hozir imkon qadar buni ana qildik, tayyorladik. Endi faqat bitta fellab quritamiz buni. Fellaganimizda qotish jarayoni tezroq bo'ladi. Bu bog'lamda o'tkazishimizdan maqsad gips pastga surilib ketmaslik. O'zi shunda ham surilib ketmaydi, chunki bu qisuvchi gips hisoblanadi. Lekin har ehtimolga qarshi buni bajarib qo'yish kerak bo'ladi. Xudo xolasa 25 kun, 30 kun oralig'ida bitsa, buni olib tashlaymiz, xudo xolasa. Endigi navbatdagi qiladigan ishimiz bu Dayvit, ya'ni 3 kompleksli vitamin. Buni asosan bizga kerak bo'ladigan vitaminlari bular D3, ya'ni kalsiy bor buni tarkibida. Shuning uchun buni ishlatamiz. Foydalanish tartibini bo'ya video davomida aytib o'tdik. Ya'ni shu qo'yimizga 0,5 millilitrdan mushakdan yoki bo'yin teri ostidan yuvorish bilan amalga oshiramiz. 5 martagacha, ya'ni 5 haftada 1 martadan jo'natamiz. Bu o'suvchi, rivojlanuvchi barcha tur hayvonlar uchun juda ham yaxshi ishlaydi. Hozir bu yerda bizga eng zaruri bu kalsiy borligi. Hurmatli kuzatuvchilar, mana endi oxirgi qiladigan ishimiz bu vitamin Dayvitdan 0,5 millilitr bo'yin teri ostiga yuboramiz. O'zi asli buni mushakka yuborsa ham bo'ladi, lekin hozir jarohatli oyoq borligi uchun buni mushakka yubormaymiz, bo'yin teri ostiga jo'natamiz. Bismillah.
Hurmatli kuzatuvchilar, mana holat. Iloji boricha buni sal qiyinroq qildik. Sababi bu to'g'ri bosmaslik uchun, ya'ni oyog'ini to'g'ri qilib qo'yadigan bo'lsa, yotganda muammo chiqaradi. Shuning uchun oyog'ini sal qiyinroq qilib qo'ydik. Ilohim shifosini bersin. Biz qo'limizdan keladiganini qildik. Hurmatli kuzatuvchilar, bizni kuzatishda davom eting. Biz sizga har doim eng yaxshisi, eng sifatlisini. Salomat bo'ling.